uchun e'tibor bersak, bu yerda faqat bitta o'zgaruvchi. Ko'rsatmadan foydalanib y o'zgaruvchini qo'yamiz. Ya'ni bu 0 dan 1 gacha, 0 dan 1 gacha dy taqsim 1 qo'shilgan x kvadrat y kvadrat dx taqsim 1 minus x kvadrat общий-yldizda. Okey. Endi bu kelib chiqqan ifoda 3-teoremani shartini bajaradi va 4-teoremani ham shartini bajaradi. Sadolov 2-qismdagi. Shu yerdan mana shu ifodani dx ni ichine kirgizamiz. Arc sinus qilib, ya'ni 0 dan 1 gacha, 0 dan 1 gacha dy taqsim 1 qo'shilgan x kvadrat y kvadrat d arc sinus x. Endi shu yerda belgilash kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni arc sinus x ni t deb belgilasak, x teng sinus t va chegaralarni ham shunga yarasha o'zgartirib olamiz. Demak, teng. Endi chegaramiz 0 dan pi gacha, pi taqsim 2 gacha. Nega deganda sinus 1 ga pi taqsim 2 erishadi. 0 dan pi taqsim 2 gacha, 0 dan 1 gacha dy taqsim 1 qo'shilgan bu yerdagi x ni o'rniga ham sinus kvadrati ko'paytirilgan y kvadrat dt. Endi shu yerda 4-teoremani qo'llashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi y bo'yicha, ya'ni 4-teorema aytadi, agar quyidagi ifoda agar fx y funksiyamiz 2-teorema shartini bajarsa, uni oldin y bo'yicha integrallab, keyin t bo'yicha integrallaganim, avval t bo'yicha integrallab, keyin y bo'yicha integrallaganim teng bo'ladi. Ya'ni boshda t bilan integrallaymiz. 0 dan 1 gacha, 0 dan pi taqsim 2 gacha dt taqsim 1 qo'shilgan sinus kvadrat dy kvadrat ko'paytirilgan dy. Endi qiladigan ishimiz mana shu yerni integrallab, keyin olib borib qo'yish bo'ladi. Ban taraf olib, boshqa taraf olib integrallaymiz. dt taqsim 1 qo'shilgan sinus kvadrat t y kvadrat. Ustini ham kosinus kvadratga bo'lib beramiz. Kosinus kvadratga ostini ham pastini ham yozilishim xatoroq bo'ldi. Endi boshdan ketaveramiz. Taqsim 2 dt taqsim kosinus kvadratni 1 taqsim kosinus kvadratni qo'shamiz tangens kvadratni ko'paytirilgan y kvadrat. Bilamizki 1 taqsim kosinus kvadratni dt d tangensdir. Va 1 taqsim kosinus kvadratni 1 qo'shilgan tangens kvadratdir. Endi hammasini olib borib qo'yamiz. 0 dan cheksizlikkacha bo'ladi. Endi d tangensni 1 qo'shilgan tangens kvadratni 1 qo'shilgan y kvadrat. Endi buni tangensga nisbatan yechsak nima chiqadi? Arc tangens ilzasimda y kvadrat plus 1 tangensni taqsim ilzasimda y kvadrat plus 1 y kvadrat. 0 dan plus cheksizlikkacha. Buni javobi pi taqsim 2 1 taqsim ilzasimda y kvadrat plus 1. Endi chiqqan ifodani olib borib qo'yib y bo'yicha integrallaymiz. Buni qayerdan oldim? Bu Demidovich-ni integrallar mavzusida xuddi shu ifodani qanday integraldan chiqishi ko'rsatilgan. Buni javobi pi taqsim 2 ln 1 qo'shilgan ilzasimda 2. Masala ishlandi.